Lamine Yamal endi bir umr butun faoliyati davomida bittayam oltin to'p yutolmaydigan bo'ldi. Jahon chempioni ham bo'la olmaydi do'stlar. Nimaga deysizlarmi? Videoga like bosib oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga batafsil aytib beraman. Barselona Real Madrid jamoasi ustidan El Clasicoda g'alaba qozondi va Ispaniya chempioni bo'ldi hamda ertasi kuni butun shahar bo'ylab avtobusda sayr qilishdi. Lamine Yamalning qo'lida esa bayroq bor edi va Yamal g'urur bilan boshi uzra baland ko'tarayotgan bu bayroq Falastin mamlakatining bayrog'i edi. Bayroq ko'tarsa nima qilibdi? Nima bo'pti shunga deysizmi? Siz yaxshisi hozir bu videoga like bosing va Cristiano Ronaldo muxlislariga yuboring. Ular sizga gap nimada ekanligini mendanda yaxshiroq, kuchliroq va ishonchliroq qilib tushuntirishadi. Men bu sharafli vazifani Ronaldochilarga ishonib topshiraman. Videoni ularga yuboring. Menga esa obuna bo'ling. Sharhlovchi Instagram akkaunti eng ishonchli videolar makoni. Obuna bo'ling do'stlar. Ta'sirli chiqdimi? Mana obuna mana. Sharhlovchi Instagram. Obuna.